Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 14-noyabr. Bugungi kunlik tahlilni boshlaymiz. Birinchi bo'lib, har doimgidek yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, dollarga ham, yevroga ham qizil papkada hech qanaqa yangilik yo'q ekan, demak. Xo'sh, bugungi market tahlilini boshlaydigan bo'lsak, kunlik time frame'ga e'tiboringizni tortaman. Kunlik time frame'da bizda nimaga narx ichki liquditydan pastga daraja yana ketmayapti, ya'ni ichki tashqi bo'lmayapti hozirgi holat degan savollarga 2-3 martalab aytdim shekilli, shu zonada liquiditylar hech qaysisi olinmayapti, ya'ni kunlik time frame'da narx sell stop bermayapti. Shunchaki liquidity bo'lib, low resistance bo'lib narxda tushib kelish bo'lyapti va narx o'sha oylik time frame'dagi PDRA zonaga qaytishi uchun sell stop yig'ishtirish kerak. Sell stopni yig'ishtirgandan keyin bizda bozorda katta puls bilan tushib ketish ko'rsak bo'ladi bemalol. Hozirgi holatga e'tibor bersanglar, bizda narxda o'sha tashqi liquidityga harakat bo'lyapti. Koordinatasi 1.166-88 zonasiga narxni harakat qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Va bu liquidity yechilgandan keyin, ya'ni birinchi candle yechadi, tam ikkinchi candle ham sweep qiladi va birinchi kelgan short term candle. Undan keyin market maker sell modeli o'sha pastdagi koordinatasi 1.126-87 zonasigacha tushishini kutishimiz mumkin. Demak, bizda birinchi hozircha aktual bo'layotgan buysimiz, yo'nalishimiz o'sha tepadagi buy side liquidity, shu zonani target qilib, MTFda tam strukturalar, PDRAlar, shunga o'xshagan narsalarni qarasak bo'ladi bemalol. 1 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, MTF time frame'imizga bizda ko'rishimiz mumkin. Oyni bo'lib qo'yganman, ya'ni oy ochilgan nuqta va oy tugashi kerak bo'lgan nuqta. Bizda e'tibor bersanglar, oy ochilgandan keyin pastga tushib, liquidity pool yasab, liquidity pool ya'ni bu keyinchalik target qilinishi kerak bo'lgan zonani yasab va parallelni tashqi liquidityni yig'ishtirib, pastda original konsolidatsiya, manipulyatsiya qilgandan keyin MSS berib, keyin distribution bilan market maker buy modelini o'sha tepadagi tashqi liquidityga tomon ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Va o'sha tashqi liquidityimiz yechilgandan keyin, tipa yechilsa, konsolidatsiya, manipulyatsiya, keyin oyda qolgan qismida market maker sell modelini koordinatasi o'sha 1.166-87 zonasigacha buy sifatida ko'rib, shuni target qilsak bo'ladi. Demak, bugungi qiziq bo'lgan bizga narsa, e'tibor bersanglar, bizda oxirgi range, oxirgi liquidityni London ochilganda tozalayapti va bu zona bizda PDRA sifatida ishlab berishi mumkin. Ya'ni birinchi candle kelib, uni olyapti. Londonda ikkinchi candle birinchi kelgan candleni tozalab, tanasi liquidityni ustida yopilsa, ya'ni sweep qiladigan bo'lsa, uchinchi CRT candledan biz o'sha tepadagi tashqi liquidityni target qilishimiz mumkin. Va tashqi liquiditylar ham yechilgandan keyin overlap va New York arafasida yana narxda ichkariga korreksiya bo'ladi va ichkaridan yana New York yarmi va oxirlarida yana tashqi liquidityga narx borishini, shunaqa order flow kuzatishimiz mumkin bugun bemalol. Demak, bizda hozir Londonga ideya shu zonadagi liquidityning ichida 5 minutlikda qanaqa holat bo'ladi? Daily manual liquidity bo'lsa, birinchi short term candle olib konsolidatsiyaga tushadigan bo'lsa, ikkinchi candle manipulyatsiya qilib keyin MSS beradi. Undan keyin tashqi liquiditylar tomon market maker buy modelini ko'rishimiz mumkin. 5 minutlikda qisqacha shunaqa holat bo'ladi. Men hozir qisqacha tushuntirib ketdim. 5 minutlikning o'ziga tushadigan bo'lsa, ya'ni LTF time frame'imizga hop LTF time frame'iga e'tibor bersanglar, bizda midnightdan keyin shunday tepadagi liquiditylarni belgilab ketaylik. Hop, midnightdan keyin narx pastga tushib,
boya ko'rgan 1 soatlikdagi liquorimizni London tozalab beryapti, to'g'rimi? Va Londonda ikkinchi Kindle'ni mana atroflarda to'rlarda chiqadigan bo'lsa, u yana birinchi short term Kindle'ni tozalab, keyin puls bilan MSS beradigan bo'lsa, keyin bizda tashqi liquorchilar tomon Market Maker Buy modelini ko'rsak bo'ladi. Va o'sha New Yorkda ham boya aytganimdek, tepadagi o'sha biz hozir belgilab qo'ygan kunlikdagi tashqi liquorchigacha narxni borishini ko'rishimiz mumkin. Bizda hozir birinchi bo'lib turgan aktual bu Masha liquorchini yechilgandan keyin London yana tozalash o'zini yechgan liquorchisini sibib qo'yib bersa, undan keyin MSSdan keyin tashqi liquorchilarni target qilib buy pozitsiyalarni qarab ko'rsak bo'ladi bemalol. Yana bitta narsa, agar narx pastga tushib ketishi kerak bo'lganida, ya'ni bugun kun davomida pastga tushishi kerak bo'lganda, mana atroflardan pastga qarab ketmasdi. Tepadagi liquorchini yig'ishtirib, undan keyin emasiz, keyin kun davomida biz short harakat ko'rardik. Lekin e'tibor bersanglar, ikkita bir-birini yecholmagan low resistance liquorchi tashab ketyapti. Bu liquorchi pool deyiladi va u target qilinishi kerak. Chiroyliroq qilib chizadigan bo'lsam, o'sha necha dedim, 4da mana shu atroflarda yangi candle sweep qiladi. Undan keyin puls bilan emasiz, undan keyin Market Maker buy modeli tashqi liquorchi tomon bo'ladi. Mana shu liquorchini target qilib pozitsiya qarab ko'rishga bo'ladi. Balki shunaqa bo'ladi. Shunaqa gaplar, agar update bo'ladigan bo'lsa kanalga qo'yaman. Kuninglar yaxshi o'tsin, charchamanglar. 1 soatligiga e'tibor bersanglar, yaxshigina reaksiyasini olib ketyapti market. Bu birinchi turtle suplarga anaqa, nima deydi, xo'rak, ya'ni turtle suplar bo'lmas atrofdan kiramiz deydi. Keyin ularni yig'ishtiradi, keyin ularni yig'ishtirgan yangi candle tushib, keyin 3-candle tepaga qarab ketadi. Agar chetdan ketib olsa, ya'ni yangi candle ochib tepaga qarab ketib olsa, nechего страшного, chunki biz balansimizni himoya qilishimiz kerak. Ya'ni umid qilib mashdan ketib o'radi, mana endi ketdi demasdan, yangi ochiladigan candle pastga tushib tozalab berishini misli nima degan savolga shu stop losslarni yig'ishtirishi, tushunyapsizlarmi? Shu stop losslarni yig'ishtirib beradi. Keyin emasiz bo'lsa, stoplar olindi, bo'ldi endi deb turib, keyin biz o'sha stoplarni olgan candlega stop lossimizni qo'yib pozitsiya qaraymiz. Ya'ni 3ta candle bo'lsa keyin degan qanaqadir nelogichniy narsa emas bu. Buni logikasi stop losslarni yig'ishtirilishi va o'sha stop losslarni yig'ishtirgan candlega stopni qo'yib, emasidan keyin pozitsiya qarab ko'rishimiz. Hozir mashdan dars tepaga ketadigan bo'lsa, nechего страшного bo'layotganimda, chunki nimaga kirmaymiz, nima mana atroflardan kirib olmaymiz? Chunki hali stoplarni market olgani yo'q. Biz qatga qo'yamiz stop lossimizni. Meka qo'yamizmi? Yoki meka qo'yamizmi? Bunda kerak bo'lmaydi ko'p trade qilish. Shunaqa gaplar hozir yana chakagim ochilib qoladi. Charchamanglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Update bo'ladigan bo'lsa, kanalga обязательно qo'yaman. Aktiv bo'linglar, like bosinglar, podpiska bosinglar, Telegram kanaliga reaksiya bosinglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.